Barselona muxlisi o'zidan ketishni boshlasa, bu voqeani albatta eslatib qo'ying. Real Madrid nafaqat maydonda, balki marketingda ham Barsani doim sindirib kelgan. Barsani ramzi kim? Messimi yoki Yamal? 2000-yilda bu rol Figuga tegishli bo'lgan. 7-raqamli afsona, FIFAning top 3 futbolchilaridan biri, Barselonaning o'sha vaqtdagi sardori va yuragi. Qizil joyi endi boshlandi. O'sha vaqtda Florentino Perez Real prezidentligiga nomzod. O'zini saylovoldi kampaniyasini aqlga sig'mas va'da bilan boshladi. Agar men yutsam, Figuni Realga olib kelaman. Buni eshitgan barsachilar xuddi hozirgi vaqtlardek kulishdi. Figu bo'lsa chiqib, men Realga o'tmayman deb intervyu berdi. Lekin yashirin shartnoma allaqachon imzolangan edi. Perez yutsa Figu Realda, yutolmasa katta tovon puli to'laydi. Perez yutdi. Barsachilar xafa bo'lmaysizlar endi. Figu Real formasida maydonga chiqdi. Nokan portladi. Stadionda cho'chqani boshi, julduzlagan bannerlar. Bu oddiy transfer emasdi. Bu marketing portlashi edi. Va bu jangda Real doimgidek g'alaba qozondi. Qani o'zimizni Real Madridchini. Perez nafaqat Figuni transfer qildi, balki u butun Barselonani sharmanda qildi. Figu brendida uni ortidan Zidane, Ronaldo, Beckham, Raul shu tariqa Galacticos brendi tug'ildi. Bu shoshuvli voqeada Figu shunday degandi: Realni tanlash bu xiyonat emas, bu daraja. Figu sotilmadi, u upgrade bo'ldi. O'ynashma, o'ynashma.